34 haftalik homiladorman. Oldindan radom sumkamni tayyorlab qo'ydim. Sumkada nimalar borligini sizlar bilan ham bo'lishaman. Bilamanki, yosh onalar uchun bu video albatta manfaatli bo'la oladi. Rozdal uchun nimalar kerak? Одноразовый pijama, bola tug'ilganda artish uchun влажный va plyonka, bolani kiyintirib bo'lgandan keyin artish uchun plyonka, tug'ilganda kiydirish uchun noskicha, shapkacha va uzungina bodicha. Va oxirida o'rash uchun qalinroq plet. Shu bilan birgalikda ikkita pampers ham solib qo'yiladi. Bola tug'ilganda uni terisi juda ham nozik va quruq bo'ladi. Shuning uchun bizga yog' kerak bo'ladi va malochka. Pishib qolganda persipka, ona uchun suyuq sovun, bola uchun salfetkalar va shu bilan birgalikda soska va ilgich. Katta sumkamizda esa o'rab olib chiqish uchun plet, quruq salfetka, tug'ruqdan keyin kerak bo'ladigan kattaroq prokladka, ona uchun 2-3 pijama, bolajon uchun noskichalar, tug'ruqda va tug'ruqdan keyin kerak bo'ladigan ona uchun plyonka, ona uchun sochiqlar, 3-4 shapkachalar, nam salfetka, butulka. Bola uchun 3-4 plet kerak bo'ladi, tez kirib bo'ladi va tez qusib qo'yadi. Men ko'proq kiyimchalar oldim. Xohishga qarab olsa bo'ladi. Kesirva bo'lganligim uchun ko'proq kiyimchalar oldim. Bolajon uchun sifatli pampers. Sumkamizdagi narsalar shulardan iborat edi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosing. Homilador tanishingizga jo'natib qo'ying.